Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi velosipedimiz mana Made in Germaniya. Giant. Yelkalar amortizatorli. Oldi generatorli. Shimano. Ramada amortizatsiya bor. Ramada. Yelkada ham amortizatsiya bor. Suv bochaqlarigacha bor. 7 ta скоростli Nexus yaponskiy apparat. Juda mo'shli baquvvat velosiped. Bagajlar ham ligirovkali. Ballonlar ham mana Giant. Qanotlari plasmas. Ichi alyumin bo'ladi buni. Ichi alyumin. Mana generatordan kelgan tok mana krelga ulangan. Ichida alyumin bo'lganligi uchun tok yuraveradi plus minus bunda. Bu yog'ida plus, bu yog'ida minus. Mana bu yerdan ulangan mana. Mana bu yerdan plus minus ulangan. Holatlari idealniy holatlar. Vinuslari ham ligirovchniy. Mana tormozni nimalari ham Nexus mana. O'ziniki radnoy. Mana Nexus bu ham. Bular ham mana Nexus yozuvi bor. Xullas idealniy holatda velosipedimiz. Narxi 3 million so'm. Kimga shunaqa sifatli yaxshi velosipedlar kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Oldi orqa qo'l tormozi ham bor, oyoq tormozi ham bor. 3 ta tormoz bilan jihozlangan. Holati idealniy holatda. Kimga shunaqa sifatli kerak bo'lsa, pastdagi raqamdagi murojaat qilaverasizlar. Like va podpiska boshi esdan chiqmasin.